Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Chevrolet Traverse avtomobilimiz sotuvda. Avtomobilimiz 2023-yil ishlab chiqarilgan, 25-yil avtosalondan xarid qilingan. Oldi qism to'liq bronye plyonka qilingan. R20 razmerdagi Continental diskalarda turibdi. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin, ideal holatda turibdi. Avtomobilimizning tonirovka razresheniyalari bor. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Матовые кожаные сиденья, обдув, обогрев, мультиуправление руль, сиденье память. Hamma funksiyaga ega. Orqa sidenyalarni ham ko'rishingiz mumkin. 3 qatorli kapitanskiy sidenyada bo'ladi. Salon holatlari ideal turibdi. Kraskalari top-toza. Avtomobilimiz 3.6 litrli dvigatel bilan jihozlangan. 0 dan 100 gacha 608 sekundda harakatlanadi. Narxi va boshqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.